Tadam qizlar, bugun sizlar bilan yana bitta gelingni raspakovka chek qilamiz qizlar. Ham sizlar bilan geling haqida gaplashamiz. Geling haqida tushunmagan, bilmaganlar bemalol direktga yozsanglar bo'ladi qizlar. Geling bu tuklarni 80% gacha yo'q qilib beradi qizlar. 80% ga men gapimga javob beraman. Faqat buni kurslichina qilib olishinglar kerak qizlar. Effekt 4 ta 5 tadan keyin bilinadi. Bu yerda geling haqida to'liq ma'lumotlar bor. Hamma bu to'liq ma'lumotlarni sizlarga gruppa Instagramimga joylab ham qo'ydim qizlar. Bemalol kirib o'qib olsanglar bo'ladi. Geling bu sizlarni tuklarni kamaytirib va sizlarni bikini va podmishkalaringizdagi qoraygan zonalarni oqartirib beradi. Geling bu birinchi va ikkinchi etapli bo'ladi. Birinchi etapi sizlarni shu svetinlaringizni ozgina bo'lsa ham kamaytirib beradi. Bu o'shanga zo'r ishlab berishiga. Bu ikkinchisi esa qoraygan zonalarni ochartiradi va tuklarni sezilarli ravishda kamaytirib beradi. Ikkalasini ham o'rni juda ham muhim qizlar. Va sizlarga домашний уход bor. Buni домашний uходini обязательно olishinglar kerak. Bo'lmasa geling olganinglar bir tiyin qizlar. Buni har kuni kechqurun surkab, ne только kechqurun, kunduzi ham surkasanglar hech qanaqa zarari yo'q. Uходini olishinglar kerak. Men buni albatta